Ay Muratcan Muhtar. Ay Muratcan Muhtar dedi. Elbette sizin bu aşkınız var ya. Bir kız gelip süvet daraxtga degan aşkınız var dersiniz ya. Bir kız kelib desangiz bir ish yodim kelib qoldi, qiziq ish. Oldin qitim bir oy 2 oy oldida Xotanga bodiqchi o'yin qo'yib. Bu yerdagi Xotan xalqimi naytimi bizni naqshlarimizni yoqtirib anglaydi. Chunki men Xotanga chiqib bormay o'yin qo'ygan. Yaman yoqtirib anglaydi bizni naqshlarimizni o'zligi. Naqsh etotma sayning chiqib. O etvossam, biz yurab chiqdi sayniga. Ha desam, ay Muratcan Muhtar. Ay Muratcan Muhtar dedi. Ha, nima gap bo'pti? Desam, elbette sizning bu aşkınız var ya dedi. Elbette bir kız kelib süvet daraxtga degan aşkınız aytmasiniz ya. Bir kız kelib süvet daraxtga. İsmini o'zgartirib o'tdi. Shundami? Tushundim senda. Va bir vaqtda birisi aytadi edi, buni o'zgartirib aytganlarjaq. Bir vaqtda ay ota ashlaydi ha desam. Eloqib bir mas kelib uni daraxtga degan aytib beradi. Keyin uni o'zgartirib qo'ydingiz, o'zgartirib bir qiz kelib yo'lib ko'tak kelib.